tirik taomlarni yegin. Bir bola sil va boshqa kasalliklar bilan xastalandi. Shifokorlar uning o'limi yaqin qoldi degan qarorga kelib, otasiga bolani qishloqqa olib borishga izn berishdi. Toki o'limi oldidan qishloqning toza havosidan to'yib nafas olsin va keng maydonlarning go'zal manzaralariga qarab rohatlansin deyishdi. Odatiy kunlarning birida bolakay ko'chada qo'lida muzlatilgan shirinlik bilan yurar ekan, mungillab qolgan bir insonni ko'rib qoldi. U kishi bolaning so'lg'in ko'zlariga nazar solib, "Bolajonim, yashashni xohlaysanmi?" deb so'radi. U ha degandek boshini silkitdi. Shunda u kishi: "Sen o'lik taomlar yeb turib, qanday qilib hayotni qo'lga kiritmoqchi bo'lyapsan? Sen tirik taomlarni, go'sht, ko'kat sabzavotlarni yegin hamda Alloh tabiatida yaratib qo'ygan tuproq harorati-yu hayot asari ketmagan narsalarni iste'mol qilgin", dedi. Bolaning o'zi aytadi: "U kishining nasihati qalbimga qattiq o'rnashdi va o'sha kundan e'tiboran faqat tirik taomlar yeydigan bo'ldim. Turli xil go'shtlar, turfa sabzavotlar, bog'dan endi uzilgan mazali mevalar u issiq nonlar asosiy taomimga aylandi. Natijada salomatligim yaxshilandi, jismim tetiklashdi. Buni ko'rgan odam meni kasalxonaga olib bordi. Bir qancha tekshiruv va tahlillardan so'ng shifokorlarning hayratdan og'zi ochilib qoldi. Bu voqeani shu bolakayning o'zi ulg'ayib, oziq-ovqat bilan davolaydigan dunyoning eng mashhur shifokorlaridan biri bo'lib yetishgandan keyin "Oziq-ovqatlar mo'jiza ko'rsatadi" nomli kitobida so'zlab bergan. Uning ismi Gaylord Hauser. Ha, shifokorlar unga o'lim hukmini berdilar. Bu paytda uning ota-onasi ich-ichidan shifo beruvchi zotga iltijo qilmagan deb o'ylaysizmi? Dilbandlari ko'z o'ngida so'lib borayotganida qo'llaridan biror ish kelmay qarab turganmi? Yurak tubidagi fitrat qo'zg'ab ketmaganmi? Albatta. Qalb tubidan nido kelgan, ohlar chiqqan. Shuning uchun hukmi barcha hukmlardan oliy bo'lgan zot bolaning ro'parasidan yangi sababni chiqardi. Bu bilan uning shifo topishini iroda etdi. To'g'ri, shifokorlar uning hayoti qishloqda nihoyat topishini xohladilar, ammo Alloh taolo buni xohlamadi. Ha, shifokorlar uni davolashdan ojiz edilar, ammo Alloh taolo hech qachon ojiz bo'lmagan va hargiz ojiz bo'lmaydi. Kim shifo sir asrorlarini o't-o'lanlar, o'simliklar va yeguliklarda mujassam qilib qo'ydi. U shofiy bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolodir. Siz sabr qilayotganingizni Alloh bilmaydi deysizmi? Hayotda yasharkanmiz, turmushimizga ko'pchilik aralashadi. Ba'zida qarindoshlar, ba'zida qaynonalar, ba'zida opa-singillar. Bu holat ko'proq ayollar tomonidan kuzatiladi. Gapirsam xafa bo'lib qoladi deb so'zlashga odamning tili bormaydi. Ayrimlar moddiy tomondan yordam berib qo'yadi-da, go'yo sendan usti tomoni bordek oilangga aralashaveradi. Hech narsa deya olmaysan. Allohga duo qilishdan boshqa chorang qolmaydi. Robbingga yuzlanish uchun moling ko'p bo'lishi shart emas va yana doim Allohning eshigini qoqishing bilan u zot malollanmaydi ham. Bir ayol muammolardan qanday qutulgani haqida shunday hikoya qiladi. Turmushga chiqdim. Qaynona-qaynotam bilan bitta uyda yashardik. Ular mening xohish-istaklarimni inobatga olishmasdi. Hech qachon o'zimning mustaqil fikrim bilan ish yuritib ko'rmadim. Hatto safarga chiqsak ham biz bilan birga edilar. Farzandli bo'ldim. Muammolar yanada ko'paydi. Bu holat yillar davomida o'zgarmadi. Sog'lig'im yomonlashdi. Yuragim tez-tez arzimagan narsalarga ham siqiladigan bo'lib qoldi. Shundan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda insonlarga bunday masalalarda to'g'ri yo'l ko'rsatadigan odamlarni kuzata boshladim. Allohga iltijolarimni ko'paytirardim. Namoz o'qishni boshladim. Qur'on tilovat qildim. Sajdalarda uzoq qolib ketardim. Bir necha oy o'tganidan keyin qo'limizga katta miqdorda pul keldi. Bizda alohida uy olib chiqib ketishga sharoit paydo bo'ldi. Shu bilan hamma muammolar tugadi. Shunday ekan, hech qachon noumid bo'lmang. Har doim Allohdan so'rang. Hamma vaqt o'ziga iltijo qiling. Unga yaqinlashing. U ham sizga yaqinlashadi. Alloh albatta siz rozi bo'ladigan narsani beradi. Qur'on o'qishni tark qilmang. Duoda muntazam bo'ling. O'zingizga hamma vaqt salovatni lozim tuting. Allohning rizosini birinchi o'ringa qo'ying. Shunda o'zingiz rozi bo'ladigan narsalarga erishasiz. Alloh taolo siz boshingizdan kechirayotganlaringizni siz uzoq vaqtdan beri sabr qilayotganingizni bilmaydi deysizmi? Yo'q, Alloh barchasini biladi. Sizning ojizligingizdan, kuchsizligingizdan hammasidan xabardor. Tanangizni qamrab olgan kasalliklargacha bilur. Siz shuni unutmangki, Alloh taolo unga uzatilgan qo'lni hech qachon quruq qaytarmaydi. Duo bilan barcha dardingizni doston qiling. Albatta Alloh sizga yechim beradi va istaklaringizni amalga oshiradi. Barcha ish Allohning iznidadir. Haqiqiy baxtga qachon erishasiz?
Qachonki Allohga yaqinlashganingizda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytganingizda, ko'p namoz o'qiganingizda siz baxtni qo'lga kiritasiz. Duo meni qutqardi, deydi bir ayol. Erim bilan oramizda ko'p muammolar bo'lardi. Hatto bu o'rtamizni ajratishgacha bordi. Homilador edim. Ishimdan ham ketdim. Borgan eshiklarimning barchasi men uchun yopiq edi. Ijtimoiy tarmoqlardagi qiyin vaziyatlardan, muammolardan duo va istig'for bilan xalos bo'lishni o'rgatadigan kanallarni kuzata boshladim. Shundan so'ng ko'p duo qiladigan bo'ldim. Salovat va istig'forlarni ko'paytirdim. Ko'nglim taskin topa boshladi. Qalbimda sakinat paydo bo'ldi. Allohning fazli bilan hamma ishlarim osonlashib bordi. Farzandimni ham eson-omon dunyoga keltirdim. Hayotim quvonchga to'ldi. Duolarimning barakasi bilan erim bilan ham yarashib oldim. Birga yashay boshladik. Bu baxtni Allohga yaqinlashganimdan keyin his qildim. Unga tinmay duolar qilganimdan keyin sezdim. Allohning fazlu karami bilan hayotim yaxshi davom etmoqda. Banda hayoti doim bir maromda yaxshi ketayotgan bo'lsa, u Allohga muhtoj emasman degan xayolga borib qolmasin. Bu kelayotgan ne'matlar ham bir sinov. Banda doim o'zining Allohga muhtojligini his qilib, buni izhor etib turishi kerak. Shunda hamma yopiq eshiklar ham asta-sekin ochiladi. Unutmang, barcha ish Allohning izmidadir. Zulmatni yorituvchi nurga shoshiling. Boshingizga mashaqqat keldimi? Albatta Alloh yengillikni ham beradi. Buning uchun u zotga yaqinlashish kerak. Insonni Allohga yaqinlashtiruvchi ham, uzoqlashtiruvchi ham uning iymonidir. Iymon kuchli bo'lsa, u zotga shuncha yaqinlashtiraveradi. Aksincha, kuchsiz bo'lsa, uzoqlashtiradi. Allohga yaqinlashtiruvchi yana bir omil sabrdir. Quyida qalbi zulmatdan nurga yetishgan banda hikoyasi bilan tanishamiz. Uzoq vaqtdan beri qiyin sharoitda yashadim. Ancha mashaqqatlar chekdim. Otamning ham qarzi ko'p edi. Istig'forlar aytdim. Doim nafl namozlar o'qidim. Salovatni ko'paytirdim. Shundan so'ng barcha qiyinchiliklar ketdi. Allohga hamdlar bo'lsin. Hamisha bu duoni aytaman. Robbim, menga qanday yaxshilikni nozil qilgan bo'lsang, men baribir senga muhtojman. Robbim, menga qanday mashaqqat yetadigan bo'lsa, sen rahimlilarning rahimlisisan. Allohga yaqinlashganingizdan keyin hamma holatingiz yaxshilanadi. Bu Allohning fazli. Qarzlarga najot berilib, to'lanib ketadi. Otamning bir insondan ololmayotgan mol davlati bor edi. O'sha kishidan o'zining haqqini oldi. Asta-sekin qarzlarini yopdi. Allohga hamdlar bo'lsinki, barcha mashaqqat va qiyinchiliklarimiz ko'tarila boshladi. Alloh avvalgi baxtimizni qaytarib berdi. Shunday ekan, tajribangizga ko'ra amalga oshmaydigan ishlarni Allohga havola qiling. Ammo siz qo'lingizdan kelgancha harakatda bo'ling. Mahzunlik va mashaqqat paytlarida qalbingizga zulmat kiradi. Shodlik, xurramlik yo'qday bo'lib qoladi. Buni aritish uchun albatta Allohga yaqinlashish kerak. Qalbingizda nur kiritishga faqatgina Alloh qodirdir. Tasavvur qiling, qop-qorong'i xona. Har qanday kichik teshikdan yorug'lik tushsa bilinadi. Allohga yaqinlashgan bandaning ham qalbidagi zulmatga nur tushib, u qanchalik Allohga ko'p yaqinlashgani sayin o'sha nur kengayib boraveradi. Istig'for lazzat, nur va barakatdir. Men me'morman. G'am tashvishim ko'p edi. Oilamni moddiy tomonlama ta'minlay olmasdim. Ko'p istig'for ayta boshladim. Allohdan boshqa iloh yo'q. Unga istig'for aytaman. U har bir ishni amalga oshiruvchidir. Unga tavba qilaman degan duoni takrorladim. Qalbimdagi zulmatni istig'for va duolar bilan yoritdim. Allohga yaqinlashdim. Mol dunyoni o'ylab, uning tashvishi bilan bo'lib, g'am-g'ussani ko'tarishga ham qodir bo'lmay qoldim. Dunyo ishlaridan yiroq bo'ldim. Ko'p ham bu ishlarga kirishmadim. Butkul ishonardimki, albatta Alloh taolo ishlarimni yaxshi tomonga o'zgartiradi. Hamma narsa uning izmida derdim. Shunday ham bo'ldi. Menga qurilish bo'yicha katta bir loyiha topshirildi. Bu binoni qurdirayotgan odam yurtimda yashamaydi. Men ko'rmaganman va aloqada bo'lmaganman ham. Menga mazkur loyihani o'rtada turgan odamlar olib berishdi. Ishni boshladik. Barcha kerakli ashyolar va mablag'larni vaqtida yetkazib turishdi. Ishlarim o'ngidan kelib, yurishib ketdi. Uzoq vaqtlik qarzlarim va qiyinchiliklarim shu loyiha bilan yopilib ketdi. Istig'forda katta bir lazzat, nur va baraka bor. Bandaning qalbida Allohga bo'lgan muhabbatni oshiradi. Har qanday tashvishni bizdan ketkazadigan ne'mat istig'fordir. G'am tashvishlar shaytonning vasvasasi hisoblanadi. Inson unga yengilib qolmasligi kerak. Istig'for va Qur'on tilovatini ko'paytirib, shaytonni quvib soling. U umidsiz holida qaytib ketsin. Gunohlaringizni jallodi bo'ling. Kishi hayotini to'g'irlovchi eng katta omil bu odamning o'zidir.
Banda imonini kuchaytirsa, hayoti o'z yo'rig'iga tushib ketadi. Qashshoqlik bilan sinalgan qizning hikoyasi so'zimizga isbot bo'ladi. Robbimga bo'lgan aloqam kam edi. Unga ko'p yuzlanmasdim. Vaqtimni behuda foydasiz ishlar bilan o'tkazardim. Mol-dunyom ham yo'q edi. Hamma menga nisbatan yomon munosabatda bo'lardi. Menga arzimas odam sifatida qarashardi. Shunda men Allohdan o'zga holimni o'zgartiruvchi yo'qligini his qildim. Keyin unga iltijoyu duolar qildim. Tasbehlar aytdim. Salovat va zikrlarni tark etmasdim. Minglab marta tasbeh o'qirardim. Kechalari turib namozlar o'qiy boshladim. Barcha nafllarni ado etardim. Baqara, Yosin, Voqea va boshqa suralarni o'qirdim. Har bir zikrdan keyin: "Ey Allohim, maxluqotlaring adadicha, arshingning og'irligicha, sening kalimalaringga ketadigan siyohlar miqdoricha senga hamdu sanolar bo'lsin" deb duo qilardim. Sadaqalarni ham kanda qilmadim. Hatto masjidlardan yangrayotgan azonlarga ham ergashardim. Makka azoniga taqlid qilib aytib yurardim. Haramdagi namoz boshqa masjidlardagi namozlardan bir necha barobar savobliroq, hech bo'lmasa azoniga ergashay deb unga jo'r bo'lardim. Qalbimda xotirjamlikni seza boshladim. Ichimda rohat, sakinat uyg'ondi. Shu holatda davom etdim. Aniq ishonardimki, Alloh duolarimni ijobat qiladi, ishlarimni oson etib qo'yadi derdim. Shunga qaramay, vaziyatim yomonlashib boraverdi. Ammo har qancha mashaqqat ko'paymasin, sabr qilaverdim va imonim ziyodalashib boraverdi. Shundan so'ng menga xulqi go'zal bir yigit sovchi qo'ydi. Diyonatli, kelishgan, boy oiladan edi. Chet ellarda ko'chmas mulklari bor edi. Unga turmushga chiqdim. Ahvolim kambag'allikdan boylikka o'zgardi. Shuncha boylikka erishgan bo'lsam ham bildimki, haqiqiy boylik bu Allohning muhabbatida va unga yaqinlashishda ekan. Allohdan egizak farzand berishini so'rab duo qilardim. Allohga hamdlar bo'lsinki, bu niyatim ham ijobat bo'ldi. Boshimizdagi kulfatlar, sinovlar har qancha ko'paymasin, unutmaylikki, barchasi Allohdandir. Sabr qilamiz va har qanday holatda ham Allohga yaxshi gumonda bo'lamiz. Har bir bergan kuniga unga hamd aytamiz. Uning o'zi hakim bo'lgan zotdir. Har bir iroda qilgan ishining hikmati bor. Barcha narsani biluvchi va ko'ruvchi zotdir. Ibodat, istig'for orqali gunohlaringizning jallodi bo'ling. Ular sizning ustingizda hokim bo'lib olmasin. Agar gunohlaringiz sizni boshqarsa, ichingizda turib qalbingizni, his-tuyg'ularingizni qafasga solib qo'yadi. Alloh tomon yo'l oling. Siz g'am tashvish yuklarini yelkangizda ko'tarib yuribsiz-u, tashlab yubora olmayapsizmi? Alloh tomon yo'l oling. Yo'l mobaynida sekin-asta barcha yuklar tushib qoladi va qutulasiz. Bu hikoya aynan shu xususida. Kambag'al edim. Topish-tutishimning tayini yo'q edi. Qiynalib hayot kechirardim. O'zim Saudiyada yashab, biror marta Ka'bani borib ko'rmaganman. Sababi moddiy imkoniyatim yo'q edi. U yerga borishga qurbim yetmasdi. Allohga iltijo qilishga, har kuni minglab istig'for aytishga qaror qildim. O'zimni to'g'riladim. Robbim bilan aloqalarimni yo'lga qo'ydim. 2 oy o'tar o'tmas 2 bor umra ziyoratiga bordim. Alloh menga buni nasib qildi. Hamma orzularim birma-bir amalga oshdi. Qarzlarim ko'p edi. Barchasidan qutuldim. Hayotim yaxshilandi. Moddiy imkoniyatlarim joyiga keldi. Alloh menga bir yaxshi solih juft halol ato etdi. Ayolim katta mansabda ishlardi. O'ziga to'q oiladan edi. Shu bilan birga odob-axloqi ham go'zal edi. Allohga duo qilganimda to'liq ishonch bilan duo qilardim. Nima duo qilgan bo'lsam, barchasi amalga oshdi. Xuddi quyosh chiqib kelganida zulmat ortga chekinganidek, mening hayotimdagi zulmat ham ortga chekina boshladi. Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Musibatlarga taslim bo'lib qolmang. Har bir tanglik ortida bir yengillik borligini unutmanglar. Alloh dars ketgan joylarning o'rnini but qiladi. Bilingki, duo va istig'forning nuri mahzunlik, musibat zulmatidan kuchlidir. Qorong'u xonaga tushgan nur zulmatni yutib yuborganidek, Allohdan bo'lgan nur ham qalbingizdagi zulmatni yutib yuboradi.